Menga qaralaring. Ish boshlaganlaringga bir hafta bo'ldi. Natija ko'rinmayapti. Postakka tushgan burgaday. Boy aka, Pahlavonda mashinalari qatnaydigan yo'nalishga 60 ta mashina tiqishtirdik. Boy. Uni ishchilari hammasi eski bo'ri. Mijozlarni qayirib olish oson kechmayapti. Mijozlarni qayirish uchun yagona yo'li narxni tushirish. Ha, narxini arzon qilib qo'ysak, minusga kirib, uyimizni qayerdan topamiz, boy aka? Men hozir ziyon haqida o'ylayotgan vaqtda emasman. Pahlavon katta kredit olib, 100 tadan ortiq mashina chiqargan. Hozircha taksoparkdan tushayotgan daromad faqat kreditni qoplash tugul, yaxshigina foyda ham keltiryapti. Senlar narxni tushirib, hammani o'zingga o'rgatsalaring, u sinadi. Bu yo'l o'zimizniki bo'lgandan keyin odamlarni xohlagan yo'limizga solamiz. Xo'p. Tushundim, boy aka. Chegaradagi ishlarimizni ham birgalikda davom ettirganimiz uchun bu ishga e'tiborimiz susayib qolyapti. Chegaraga yotib olish shart emas. Bir-ikki marta katta partiya o'tkazib olib, undan keyin biroz dam olish kerak. Tushunarli. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom, kela qol. Assalomu alaykum, boy aka. Va alaykum assalom dedim-ku. Men buyurgan ishlar bo'ldimi? Sen oldimga nega kelding? Bu g'isht zavodida nima qilib yuribsan? Sizni bir ko'rib ketay dedim-da, aka. Menga qara Murtoz. Yo'lbars moddiy tomondan singani bilan ruhan tetik yuribdi. Ignalaringning uchidagi zaharlarning ta'siri kamayib qolmadimi, mabodo? Yo'q, boy aka. Zaharni yana ham o'tkiriga botirib, badaniga chuqurroq sanchyapman. Kechagi kuni ham ko'chada ko'rib qolib, ancha miyasiga qon quydim. Suvsagan daraxtday qurib ketishini xohlayman. Urug' aymog'i bilan yo'q bo'lib ketgandagina oyog'imni bemalol uzataman. Usmon, tinchlikmi? Vajohat bilan kelyapsan? Yoshimiz endi bir joyga borib qoldi. Eskiginalarni unutib, bu yo'lga tinch yashaylik. Oxirat tadorigini ko'radigan paytdamiz. Tushunyapsanmi, boy Qobil? Nima demoqchisan? Xohlasang iltimos qilaman. Yo'lbarsni tinch qo'y. Keragidan ortiq xizmatingni qildi. O'rtamizda bo'lib o'tgan hamma ishlarni unut. Iltimos. Yoshimiz o'tdi. Ibodatimizni qilib biz to'g'ri yo'ldan bormog'imiz darkor. Tushundingmi? Ibodat qilaylik. Sen qarading. Sen men emas. Yoshim bir joyga bordi. Lekin hali tetikman. Yoshim o'tib qolgan bo'lsa ham, meni hasratim, alamim o'sha. Shuni bilib qo'y. U hech qachon qarimaydi. Esingdan chiqarma. Hozirgiday haliyam ko'z o'ngimda. Yur bu yoqqa. Ol qo'lingni. Tegma dedim. Ol qo'lingni. Yo, menga tegasan. Qo'yib. Yoki boshim og'riyapti. Shu hovliga ko'mib ketaman.
opamni qo'yib yubor, maxluq. U sendek kalla-kesarga erga tegmaydi. Yo'qol. Ukajon! Ol qo'lingni iflos. Ukajon! O'tirrancha. Kalla-kesarligim bilsang, oyog'im tagida. O'ralashma. Men Jabborni tanlaganman. Qo'yib yubor. O'lsam o'lamanki, sendek maxluqqa tegmayman. Jabborning ismini tilingga olma. Qo'yib yubor dedim. Agar yashaging kelayotgan bo'lsa, nikohimga o'tasan. Seni yaxshi ko'rishim bilasan-ku. Qo'yib yubor. Ha? Nima qilyapsan? Jabborni unutasan dedim. Yo'q, qo'yib yubor. Yo'q, Usmon aka. Iltimos, opamni o'ldirma. Iltimos, meni undan boshqa hech kimim yo'q. Usmon aka, iltimos. Ukajon! Ukajon! Qo'yib yubor. Ol qo'lingni. Oxirgi marta so'rayman. Menga tegasan. Usmon aka, iltimos. Iltimos, Usmon aka. Tik turib o'lsam o'laman. Lekin senga tegmayman. Ol qo'lingni. Qarorni Yo'q. o'zing chiqarding. Yo'q, Usmon aka, iltimos, qo'ying. Senga tegmayman. Boyqobil. O'zing guvohsan. Qo'yib yubor dedim senga. Mendan o'pkalama. Ol qo'lingni. Yo'q! Bibigan! Sen o'zing o'tirib qaytib kelding. Lekin bola chaqali bo'lib hayoting iziga tushdi. Lekin Bibigul qaytmadi. Didor qiyomatga qoldi. Buni unutib bo'ladimi? Sendan so'rayapman. Uni unutib bo'ladimi? Al-qasosul in minal haq. Ta o'lgunimcha oilangni it azobiga solaman. Har yesilganingda, har qon yig'laganingda rohatlanaman. Ey, Boyqobil. Meni farzandlarimda gunoh yo'q. Meni opam Bibigulda ham gunoh yo'q edi. Qani ket, daf bo'l. Ko'zimga ko'rinma. Cho'chqa. Isqirt. Qonxo'r. Boy aka, opangizning xotirasiga qizingizga Bibigul deb ism qo'ygan ekansiz-da. Ha, shunday. Assalomu alaykum yo'lbarslar jamoasi a'zolari.
umumiy biletlar soni 4000 ta edi va hozirgi kunda 1,5 ta qoldi. Tezroq bilet olishga shoshilib qolingizlar, chunki Landbreeze Striker E Cobalt undan tashqari 3 ta Damas avtomobil mashinasi va kamiga 25 dona 10,000 rubldan pul yutadi. Ha, aytgancha, 3-tur uchun 100 ta podarejli biletlarimiz bor. Bu degani umumiy sovrinlar soni 130 ta. Bilet olish uchun ekranda yozib qoldirilgan raqamlarga Telegram yoki WhatsApp orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz uchun Sberbank, O'zbekistonda yurgan aka-ukalarimiz uchun O'zbek kartalari qo'yib qo'yilgan. Bilet olishga ulgurib qoling, tez kunda final. Yo'lbarslar show. Yo'lbarslar show. Stakan olib bering. Kene hech qulog'ingizga chalinganmi qoida bo'yicha merosxo'r kichik o'g'il bo'lishi kerak. Siz yomon tomonga o'zgaryapsiz, yo'ldosh. O'zingizni qo'lga oling. Bu ishlaringiz oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Aql bilan ish qiling. Bilasiz, anchadan beri tinchim yo'q. Xotinim, bolam arazlab uyiga ketib bordi. Hozir meni yolg'izlikdan tomim ketib qoladi, bori. Xo'p, bu gaplarning menga nima aloqasi bor? Aloqasi bor. Endi bilasiz, meni, ya'ni bizani farzandimiz bor, xotinim bilan. Siz bo'lsa xafa bo'lmang-ku, endi ochiq gapda tug'maysiz. Shunga xotinim kelish xohlamayotganiga sabab menimcha sizni holatingiz bo'lsa kerak. Menimcha shu sabab bo'lsa kerak. Meni befarzandligimga Shabnamning kelmasligini nima aloqasi bor? Odamning dilini vayron qilish oson. Singan qalbni butun qilish qiyin. O'ylab gapiryapsizmi? Nima bo'lyapti sizga? Hech narsa bo'layotgani yo'q, Keni. Birinchidan, men sizni qalbingiz bilan, ko'nglingiz bilan umuman ishim yo'q. Ikkinchidan, siz bolalarimga ularni onasidan ham ko'ra mehribonroqsiz. Eringni qadrini ham bilar ekansan-ku, ha? Men uyga qaytib boraman. Xo'p. Lekin bitta shartim bor. Qanaqa sharting bo'lsa ham bajaraman. Men oldingi yo'ldosh emasman. Ayt, qancha pul kerak? Qancha kerak bo'lsa shuncha beraman. Mana buni olginda o'zingni kam ko'zlaringga ishla. Tushundingmi? Siz ish topdingizmi qanaqadir? Isham gapmi? Ishi zo'ri. Endi hamma narsang bo'ladi. Hech narsaga zor bo'lmaysan. Faqat uyga qayt, xo'p? Men qiynalib ketyapman sensiz. Yaxshi, xo'p. Qaytaman. Lekin yo'lbars akiz bilan xotinini uydan chiqarib yuborasiz. Nima deyapsan? Nimaga? Men qanaqa bakam uydan haydayman? Boshing bilan urishib qolmaganmisan? Meni yoki akangizlarni tanlaysiz. Gap shu.
Mana bu pullaringiz meni umuman qiziqtirmaydi. Oling. Men tug'mas kelingiz bilan bir hovlida yashashni umuman istamayman. Nimaga? Sabab? Onasini o'z qo'li bilan o'ldirgan qotil akangiz. Bexosdanmi yoki atalabdanmi, buni Xudo biladi. Puli ko'p edi o'sha paytlarda. Nima demoqchisan? Masalan, prokuror og'zini pul bilan yopgan bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Xo'p, akam bilan bitta hovlida yashamaymiz degan gaplaringga hozirgi gapingning nima aloqasi bor? Yo'ldosh aka, ertaga men bilan ham bunaqa voqea sodir bo'lishini xohlamayapman. Dushmanlari ham ko'p akangizni. Qanaqa dushman? Qanaqa dushman? U oldingi yo'lbars emas, uni dushmani yo'q hozir. Qo'ysangizchi. Ahvolini qara. Xullas, shartim shu. Ular ketishadi, keyin biz boramiz. Endi keni nima deb o'ylaysiz? Balkim, deyman-da, Shabnam siz bolalarni tortib olishingizni o'ylab, qo'rqib kelmayotgandir. Keni ko'nglingizga olmang. Men ochiq gap aytaman. Men u bilan gaplashganimda gaplardan shu narsalarni sezdim. Sizni mana bu tug'mayotganligingiz uchun u kelmayapti. Nima? Ey, yo'ldosh! Bolam, sen o'ylab gapiryapsanmi? Nimalar deyapsan o'zi? Tug'ishgan akangni uydan haydamoqchimisan? Dada, menimcha uyi qonuniy merosxo'riman. Shuncha xohlaganimcha gapiraman. Hali men tirikman. Uyni kimga xatlab berishni o'zim hal qilaman. Tushundingmi? Sizni bitta dona o'g'lingiz bor. U ham bo'lsa, yo'lbars. Meni ko'chadan topib olgansizlar. Yetimman, to'g'rimi? Nima bo'lsa u? Oy tug'sa ham u, kun tug'sa ham yo'lbarsga, to'g'rimi? Meni umuman o'ylamaysizlar. O'ylamang, nima qilasiz men o'ylab? Men kimman o'zi? Ey, Tonka, nimaga seni o'ylamayman? Hamisha seni o'ylayman. Ko'ryapmiz o'ylayotganingizni. Dada, ilgari akam ko'chadan o'tsa, mahallada odam qolmasdi. Hamma uyga kirib ketardi qo'rqqanidan. Onalar bolalarni uxlatish uchun akamning rasmini ko'rsatardi. Bolalar uxlardi qo'rqqanidan. Hozirchi, qarang, it mensimayapti, it. Xotinim ham menga pul uchun tekkan. O'sha ahvolimizda, boyligimizda tekkan. Hozir mana ketvordi-yu arazlab. Bilasizmi nima uchun ketdi? Ustiga ustak mana bu tug'maydigan xotin bolalarini olib qo'yadi deb qo'rqib uyga ketvordi. O'chir ovozingni, la'nati. Kim o'rgatdi senga bu gaplarni? Nimalar deb baldirayapsan? Sen nima deyotganingni bilyapsanmi? Men haqiqatni aytaman. Shunchaki sizlarga yoqmayapti. Ikkita qo'chqori kallasi bitta qozonda hech qachon qaynamaydi dedi. Hovli katta bo'lsa ham biz akam bilan bitta xonadonda yashay olmaymiz. Yo men chiqib ketay, yo'lda chiqib ketsin. Yo'ldoshjon, sizni tushundim. Akangiz o'zim sekin ko'ndiraman. Shabnam bilan siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Biz yo'lini qilib chiqib ketamiz. Xullas, bu yog'ini men hal qilaman. Siz yo'lbarsga hech narsa demang. Ko'ndirishga ham urinmang. Bu gaplar zinhor yo'lbarsni qulog'iga yetib bormasin. Ikkinchi bu haqda og'iz ochma. Bu yerdagi gaplar oramizda qolsin. Xo'p. Uqdinglarmi? Sen tushundingmi? Va bu uyda men bunaqa gaplarni boshqa eshitmay. Men fikrimdan hech qachon qaytmayman. Xafa bo'lmang.
balki kechqurun biror joyga borarmiz. O'zi ishda har kuni ko'rishamiz-ku. Endi ishda baribir ish haqida ko'proq gaplashamiz. Har kuni ko'rsam ham baribir. Shaxsiy hayot haqida gaplashib olsak deyman-da. Ha, amaki sevgilisizmi? Ha, tirrancha? Atrofda hamma meni tuyg'ularimni tushunib qolyapti. Hatto jiyanim ham. Lekin siz tushunmayapsizmi? Yoki tushunmaganlikka olyapsizmi? Bilmadim. Unda ertaga ishdan keyin ko'rishamiz. Demak, ertaga? Ha, ertaga. Xo'p. Bo'lmasa ertaga ishdan qaytishda sizni kuzatib qo'yaman. Yo'l-yo'lakay ovqatlanamiz. Xo'p, kelishdik. Amaki to'y qachon? Yaxshimisan? Yaxshi. Suv issiqmi? Uy, sovuq ekan-ku. Amaki javob bermadingiz, to'y qachon? Azizim Rasha. Yaqinda to'y bo'ladi, xudo xohlasa. Maza qilar ekanmiz-da. Tirrancha, beshol. Ha, maza qilasan. Tezroq uylaning, men ham uylanishim kerak. Sen yomonsan-ku. Malades. Xudo xohlasa. Men ham kutib yuribman. Qachon sevgi izhor qilsam ekan deb. Ha, endi sog'inasiz-da. Sog'inishga arziydigan qiz bo'lganimdan keyin. Bir og'iz gapirsangiz, yugurib chiqib ketavermayman-ku. Ko'ramiz. Ha, balki boshqa safar chiqarman. Tushunmadim. Kim bilan gaplashyapsan? Hozir bir daqiqa. Dugonam bilan Oyjon. Gap so'zingga qaraganda, dugonang bilan gaplashayotganga o'xshamaysan. Oyjonim, har holda sizga o'xshab, bog'bon, qorovul yoki xizmatkor bilan gaplashmayapman-ku. Alo, ha, uzilib qoldi. Gapiravering. Yo'lbars bu ketishda aniq sinadi. Uzoqqa bormaydi. Hey, foydasi yo'q joyda men yurmayman-ku. Foyda borligi uchun yuribman-da. Zo'r reja o'ylab qo'yganman. Ha, o'sha paytda bilasan. Men o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Ke, pahlavon. Yo'lbars qani? Yo'lbars yurgan bo'lsa kerak edi, qayerdadir.
mazza qilib kayfini surib, qo'lingni olib qo'yaylik. O'zing yaxshimisan? Yo'lbars ko'rinmaydi. Yurgandirda qayerdadir, kayfini surib. Sen axir do'stsan. Do'st degan nasihat qiladi. Faqat ulfatchilik emas. Menga qara pahlavon. Nasihatchi qariya chollar qiladi. Hozirgi zamonda aql o'rgatadigan odam hech kimga yoqmaydi. Qolaversa u erkak kishi. Erkak kishi pul topdimi, qanday sarflashni ham o'zi biladi. Axir do'st bo'lsang, birga ishlayotgan bo'lsang, ko'rib turib ko'rmaganlikka olasanmi? Men u bilan birga ishlayotganim yo'q. O'zimni biznesim bor. Unga shunchaki kelib yordam beryapman. Agarda sen o'zingni unga zo'r do'st deb bilsang, kelib yonida ishla. Bu yoqqa kelib menga aql o'rgatmasdan. Bo'pti. Meni ko'chada ishlarim bor. Xohlasang, sen shu yerda yo'lbars kutib o'tir. Balki kelib qolar. Balki kelmas. Hozir. Ko'tar, ko'tar. Yaxshi, ol. Yaxshi, yaxshi. Bos qiyna. Ha, chayir. Chayirligini ko'ramiz. Boshlaring, suvga tiqlaring. Qani? O'zay nima qilaylik? Bos. Hozir. Sha. Qalay ekan? Ha? Joning qattiq ekan. Senga bu kam. Urganlaringni eslaysanmi? Ha? Ey! Bo'ldi, zerikdim. Olib kellaring bu yoqqa. Xo'p bo'ladi. Olib chiqdik. Olib chiq. Nima qilyapsan? To'xta! Qochyaptimi? Qo'y so'qqa! Hey! Qaralaring, kuchlanaring. Yur ket. To'xta! Yaramas. Lapatga bilan ur. Qo'lda. To'xta! Va nihoyat uzoq yillik kurashda yengilding, yo'lbars. Xotin kishi qilmagan hiylani qilib g'olibman deb o'ylayapsanmi? Iflos. Shundan so'ng erkakman deb bosh ko'tarib yurasan-da? Nima qilib bo'lsa ham seni yengdim.
Menga shunisi muhim. Endi o'rmonni qiroli menman. Sherni o'ligi shoqolni tirigidan afzal. Oh. Bundan ko'ra kalimangni qaytar. Endi suhbatni Munkar Nakir bilan davom ettirasan. Yo'lbars aka. Qaralaring xotiniga. Yo'lbars aka. Qo'y bor dedim. Yo'lbars aka, nima qilib qo'ydinglar? Yaramas. Yaramas. Iflos. Qo'y bor. O'zingni bo'ldi, bas qil. Tegma xotinimga. Hey! O'chqa. Tegma. Hey! Iflos. Xotinimga tegma. Hey! Qo'y borlaring. O'zingni bos bo'ldi. Tegma! Bo'ldi deyapman. Hozir eringga qo'shib sanga qo'voramiz. Shundaman. Nima qildilar? Yo'lbars aka. Tegma! Qo'y bor. Qo'y bor. Qo'y bor. Hey! Hey! Nima qildilaring? Nima qildilaring? Yo'lbars aka! Xotin nima qilamiz? Qo'y bor. Qo'yaversin. Qo'y bor dedim. Ming la'nat sizlarga. Yurlaring. Xudo jazoyini bersin. Iflos. Qo'y bor. Pullagan ayol bo'ldi. Qoch. Qoch. Iflos, qoch, qo'y bor, iflos. Vaqtim. Qoch. Keyinroq gaplashamiz. Yo'lbars aka. Yo'lbars aka. Qara. Endi saunaga boramiz. Xo'p bo'ladi, shek. Tayyormi sauna? Chiqing. Hamma narsa bormi? Ana saunaga, saunaga. Bo'ldi. Tabiiy qo'ldan maza qildik. Qani bo'la qol, bo'la qol. Opra. Barakalla. Yo'lbars aka. Qani, lekin senga qoyil qoldim. Yigit. Yo'lbars aka. Qo'yishdi sizni. Yo'lbars aka. Yo'lbars aka. Ko'zingizni oching. Ko'z oching, men shu yerdaman. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Yordam beringlar. Kim bor? Kim bor? Kim bor? Yo'lbars aka. Yo'lbars aka. Yo'lbars aka. Yo'lbars aka. Omon bo'ling, boy aka. Boy aka. Bu boshqa Yo'lbars deganingiz jiya bo'l ekan-ku. Boy aka, bugundan boshlab siz meni otamsiz. Otam. Bolaginam. Boshimizga sog' bo'ling. Boy aka. Bolaginam, barakalla. Yer ishlatdik. Yo'lbars deganingiz mushuk ekan-ku. Sog' bo'ling. Qara, qabrda yotibdi. Jonimiz fido, boy ota. Gap yo'q bolalar. O'rmonda endi men qirolman, men. Xo'sh, nima deysizlar? Yashasin qirol. Yashasin qirol. Uramiz, yiqitamiz, o'ldiramiz. Qabrga tiqamiz tirikligida. Ana uni xotini atrofida girdi kapalak. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching, Yo'lbars aka. Ko'zingizni oching. Kim bor? Kim bor? Hozir. Kim bor? Yo'lbars. 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 Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha, o'zimni uyim, o'zimni hovlim. Xohlagan joyimda yuraman. Sizga nima bo'lyapti? Endi biror ishingiz bormidi? Tinchlikmi? Qora terga botib, alahsirab yotgan ekansiz.
Yosh o'lib ketmang dedim-da. Yigitni guli. Opa, menga bu tarzda gapirmang, iltimos. Ey. Gapimni esingdan chiqarma. Isming Yo'lbars bo'lgani bilan meni oldimda mushukdaysan. Bo'riligim tutsa g'ajib tashlayman, bilasan. Baxtingga ko'nglim senga tushib qolgan. Ana u qarit aka yosh juvonlarni, pulga sotiladigan qirchang'ilarni quchog'ida yuraverib, o'zini xotiniga e'tibor qaratmay qo'ygan. Barmoqda sanasa barmoq yetmaydigan yillar o'tib ketdi. Eringizdan mehr ko'rmaganingiz uchun o'sha mehrni mendan izlash kerak degani emas bu. Men yerdan chiqqan qo'ziqorin yoki hosili terib olingan g'o'zapay emasman. Yo'lbars. Menda ham ko'ngil bor. Axir men ham ayolman. Meni zinoga boshlayapsiz. Shuni tushunyapsizmi, opa? Boyqobil aka bundan xabar topsa, hayotingizni jahannamga aylantirib yuboradi. Senga necha marta aytdim. Tupurdim o'sha Boyqobilingga. Tupurdim. Tushundingmi? Men senga boyatdan beri nimalar deyapman? O'z ayoliga mehr berishni bilmagan. Shunday iflos odamga vafo qilish, sadoqat qilish shunchalik bo'lar. A? Shunchalik bo'lar. Charchadim. Hammasidan charchadim. Shusiz ham bu zamonda fohishalar, eriga xiyonat qiladigan ayollar ko'payib ketdi. Omonatga xiyonat qiladigan do'stlar ko'payib ketdi. Oxir zamon nishonasi haqidagi gapirilgan hadislarni ko'p qismi bugungi kunlarga to'g'ri kelyapti. Allohning qahridan qo'rqaman. Xudojoyman deb hammani ishontirsang ham meni ishontira olmaysan. O'tmishingni juda yaxshi bilaman. Bilsang, mendan uzoqroq yur. Oyi! Nega aytilgan ishni o'z vaqtida qilmading? A? Hali sen bilan boshqacha gaplashaman. Ityala. Tinchlikmi? Nima axtarib berdi? Ko'rmaysanmi? O'z vaqtida ishini qilmaydi yuvindiqor. Ey, oyi, qo'ysiz buni. Men sizni butun hovlidan qidirib yuribman. Nega qidirasan? Ish bor. Yuring. Tinchlikmi? Yuring. Yo'lbarslar shou 2-tur. Sovrinlar Chevrolet Tracker, Cobalt, 3 ta Damas, 25 ta 10,000 rubldan pul mukofotlari. Mana sizlar topgan qizinglar. Bas qil. Gaplashing endi o'zingiz. Nima bo'lyapti o'zi? Kimdir menga tushuntirib beradimi? O'g'lingiz ustimga xotin olmoqchilar. Nima? Shu gaplar rostmi? Ha, nima? Hamma sharoitim bor. 4 tagacha xotin olish mumkin. Muqaddas kitobda ham yozilgan. She? Tushunmadim. Dadangga o'xshab xotinboz bo'lib qopsanmi sen bola? O'ynash orttirayotganim yo'q, oyi. Nikohlab yashamoqchiman, halollab. Yonim olasmi desam? Qaysi taviyaga elakishib qolding sen bola? Ayt. Yo'lbars akani singillari. Shunga uylanaman deyaptilar. Nima? Ey Jamil. Kallang bilan urushib qolganmisan sen bola?
Axir u turmushga chiqmagan qiz bola-ku. Nima qilibdi turmushga chiqmagan bo'lsa? Hozir qizlarga puli bo'lsa, yuk bo'yiga tegadi. Farzona senga tegishga rozi bo'ldimi? Rozi bo'ladi. Hali u qizni, hali hech narsadan xabari yo'q. Bu kishim sovchi qo'yaman deb mendan so'rayaptilar. Shariatga muvofiq xabardor qilib qo'yapman. Oyi, akasi o'zimizni qo'limizda. Dadam aytsalar, siz aytsangiz, chizgan chizig'ingizdan chiqmaydi. Jinni bo'lib qopsan sen bola. Axir yo'lbarsni o'tmishda kim bo'lganidan xabaring bor-a? Jim yotgan ilonga tegmaganing yaxshiroq. Ilon bo'lsa o'ziga, men ajdahoman. Jabumaganda ajdahoni bolasiman. Bitta olov purkasam, ko'mirga aylanib qoladi. Bo'ldi. Bas Jamil. Seni eshitishni ham istamayman bolam. Bu fikringdan qayt. Kimga uylansang uylan, lekin yo'lbarsni singlisiga yaqinlashma. Oyi. Uylansang uylan deganingiz nimasi? Undan ko'ra o'g'lingizni bu yo'ldan qaytarmaysizmi? Oyi. Bu deyman. Yo'lbarsga munosabatingiz boshqacharoqmi deyman? Bas qil bola. Oyingga bunaqa gaplar gapirgani uyalmaysanmi? Uyalaman. Lekin qachon qarasam, yo'lbars oldida o'ralashib yurgan bo'lasiz. Tushunmadim seni. Axir bu nima deganing bolam? Axir u qulbachcha bo'lsa, uyda erkak kishi bo'la turib, u bilan hech kimning ishi yo'q. Kim buyuradi unga bu ishlarni? Xullas, yo'lbarsga gapimni yetkazasiz. Ko'gliga qo'l soling. Singlisini menga tegishga ko'ndirib berasiz. Bo'lmasa, men katta qilib dasturxonni ochaman. Yig'ib olganimda esa qiynalib qolasiz. Men bu ishga aralashmayman bola. Tushunarli. Bo'ldi. O'zim hal qilarkanman-da. Bo'ldi qigina yig'ila urmagin hadib. Ustiga uylangan xotin faqat senmisan? Xotin bos. Gulzirani ham uylanaman deb ortidan yurganingizdan xabarim bor.